Va'da etilganining kimni kommentariyasi birdan ham like yenglamasa keyingi sonini aynan shu odam bilan o'tiramiz. Ertangi g'olibni aniqlaymiz. Kommentariyalarni ko'p yozinglar shuning uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Modda родной. От души. Xo'p, bu rubrikamizga ko'radingmi? Ava. Noshetasan o'zi? Xalq biladi-ku, shu men qilyapman administratorman. Bilaman do'stim. Bu ishni 1-yashingda ishlatib boshlagansan. Shu nedan roddomdan chiqqandan boshladik o'xshaydi. Chillagan bu odam. Ovqat bilan qo'shib yesa bo'ladi deb o'ylaysan bu ishni? Bo'lsa kerak. 2 soatdan keyin hammani sharmandatadi. Kunda ishlatasanmi, har vaqtdanmi? Gunara. Tanangni qaysi qismidan ishlatgan bo'lar eding? Shu oyoqqa. Birinchi ishlatganingda neda olgansan yo kimdan olgansan bu ishni? Munirada olgan bor. Ha, ina, gapga qara. Necha so'm sotib olasan hozirgi kunda bu ishni sotib olsang? Yo'q, og'a pul chiqarmanku men. Kelaverasizlar. Kimga podarka etgansan bu ishni? Asara. Yuragiga yetib bordi. Marhamat kenga podarka etgan bo'larmiding? Qolar ketaveramiz. Yaxshi kunlaring yo'q bo'lsin, yomon kunlaring ko'p bo'lsin. Bu ishni ayollar ko'p ishlatami, erkaklarmi? Menga aytishingiz bo'yicha ayol o'xshaydi. Bu ishni geshda ishlatsa bo'ladimi? Ishlatib turibmiz-ku. Lekin bir yeri bor, podpiska bosali. Bu ishni savdosi Urganchni nerida sotsang zo'r ketadi deb o'ylaysan? Yuliya Shopda o'xshaydi. Ya Yuliya Shopmi Ya Yuliya Shop. 1 grammam niye yo'q? Xo'p, rasmga ko'mak ketarmisan? 1 2. 3 aylantir. Ya Rabbim egan. Do'stlar, profillarimizga obuna bo'lasizlar, Mottoni meni profilimga kommentariyada bu sonning chiqqanini kommentariyada srochni yozib o'zini yozib bering. Kimni kommentariyasi birdan ham like yenglamasa keyingi sonini aynan shu odam bilan o'tiramiz. Ertangi g'olibni aniqlaymiz. Kommentariyalarni ko'p yozinglar shuning uchun. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasiz.